150 mingta TNT ga yaqin. Omad, bomba 10 soniyadan keyin portlaydi. Qani bo'la qolinglar, qochamiz. Hamma suv qani? Men qayerga bekinaman? Men o'laman. Men himoyali joyni topganga o'xshayman. 5, 4, 3. Tezroq yerga kir. Bo'la qol Kris, qani bo'l. Hozir portlaydi. Jinursan, bomba hamma joygacha boryapti. Biz yutdik. Tabriklayman, hammangiz tirik qoldingiz va biz hozir endi parkurni boshlashga harakat qilamiz. Juda zo'r, to'g'rimi? Aha. Lekin tepaga chiqayotganingizda raketalar sizlarga o'q uzishni boshlaydi. Kim o'lsa, garchi yeyishga to'g'ri keladi. Men ketdim. Men boshlaymiz demadim. Sen hozir aytding, hozir. Raketalarni yoqamiz. Raketalar nima qilyapsizlar? Qani o'q uzamiz. Jinursin, hammani yomon ko'raman. Nega hammadan oxirgi bo'lib boshladim? Nima bo'ldi? Karl hozir yetib keladi. U tepaga chiqyapti. Karl, qani bo'la qol. Yo'q. Sizlar juda ham sekinsizlar. Mana shunday. Yagona tirik qolgan inson bu Chandler edi. Kris, mana senga garchitsa. Men og'zim hozir kubkabobga o'xshayapti. Men hozir sizlarga 250 ming tonna bomba tashlayman. Agar tirik qolmasangiz, chaqaloqlar otishga majbur bo'lamiz. Chaqaloqlar deysanmi? Mayli, qochishni boshlanglar. Tepganing uchun rahmat. Va mana u. Qochib ketinglar. Men hali ham tagidaman. Biz o'lib ketamiz. Yo'q, Jinursan, men atigi bitta blokka sakray olmadim. Yo'q, Jinursan. 3 deganda chaqaloqlarni otamiz. Qani 3? Bu hozircha yetarli. Bu tornadoda 500 mingta TNT bor. Nega bu har doim meni orqamdan yuguradi? Nega orqamdan? Agar tirik qolmasangiz, 50 ta ajrimaniya qilishga majbur bo'lasiz. Karl, tezroq yugur. U meni orqamdan kelyapti. Karl, ehtiyot bo'l. Men nima qilishim kerak edi bu yerda? Mayli, meni strategiyam teparoq chiqish. Nega uron tegdi hozir menga? To'xta, nega men oldimga bular kelyapti? Qochishimiz kerak. TNT oldimda paydo bo'ldi. Kris, ilk marta ajrimaniya. Yo'q, qila olmayman. Men tirikman. Men TNT tushmagan joyni tanladim. Kris va Chandlerni yutuq bilan tabriklayman. Karl, ajrimaniya qilishga bora qol. Qani boshla. 49-50. Va biz hozir Bikini Bottomdamiz. Va biz uni portlatamiz. Bu bombani kuchi 1 million TNT ga yaqin. Agar yutqisangiz, keyingi safar bochkada turishingizga to'g'ri keladi. Bizda bekinishga vaqt bormi? Men Patrikni tagida bekinishga harakat qilaman. Patrikni tagida mayli, bomba tushyapti. Meni kartadan chiqarib yubordi. Nima? Bizda bekinishga vaqt yo'q edi. Agar ikkinchi etajga chiqib ananasda bekinganingizda yutgan bo'lar edingiz. Juda ham yomon bo'ldi. O'zga sayyoraliklar likopchasi va uzun bino. Biz bu yerga 5 millionta TNT tashlaymiz. Menimcha sizlar baxtsizsizlar musorkada. Albatta, meni belim og'riyapti. Endi yomonliklarni o'rniga sizlarga sovg'a beramiz. Ya'ni dadangizga yangi 13-chi iPhone ni sovg'a qilaman. Meni dadam uni ishlata olmaydi. Olg'a! Jinursan, bu tupik ekan. Yo xudoyim. Menimcha bu yer xavfsiz bo'lsa kerak. Men lampani oldida bekinaman. Mr. Beast burgeri bu yer xavfsiz bo'lish kerak. Agar burgerni yo'q qilsa, men likopchani yo'q qilaman. Nima? Men tirik qoldim. Yagona portlab ketmagan joy mana shu yer. Shahar xuddi pikselli o'yinga o'xshaydi. Bu sirdan chiqsam endi bo'ladimi? Ha, chiqsangiz bo'ladi. Otalaringiz qayerda yashashini ayting, men ularga iPhone jo'nataman. Yaxshi, meni ottam mana shu joy. Men juda ham sirli voyenniy baza topib oldim va mana shu yerga o'zimni qadrli kemamni olib keldim.
va bu kemada 10 million senti bor. Agar yutqizsangiz, oyingizga telefon qilib, men omadsiz,man deb telefonni o'chirishingiz kerak. Bu yerda qanaqasiga tirik qolish mumkin? Xuddi u bilmaydi. Sen haqsan Cheller, u biladi. Nima, tank tagida bekinmoqchimisizlar? Yo'q, men torpedalar oldiga ketyapman. Ular o'zini yo'q qila olmaydi-ku, to'g'rimi? Boshlayman. Jinursin bolalar, lekin baribir ham tankda tagida tirik qola olmaysizlar. Jinursin, Krisen aldabsan-ku. Ular menga otayapti. Karlning ideyasi juda ham zo'r ekan. Men shunchaki raketalar uchayotganiga qarab turibman. O'ylashimcha hozir hammasi o'zgaradi. Jinursin, semiz bomba. Semiz bomba, men qochayapman. Yo'ma-yo, u TNT bo'lib sochilib ketdi. Jinursin, u TNT bo'lib sochilib ketdi. Men tirik qoldim. Menimcha biz yaxshi o'ynayapmiz. Oldin mana bunday edi. Endi hozir mana shunday ko'rinishda. Bu videodagi hamma portlashlar attiga 20% edi. Ya'ni mana shunday bomba, ya'ni 50 million TNTli. Agar o'lib ketsangiz, mana bunday narsani tushingizga to'g'ri keladi. Hoy, burger yaxshi ko'rasanmi? Bodringsiz bo'lsa bo'ldi. Qochamiz! Qochamiz! Bu jinni shahardan men qochib ketaman. Jinursin, meni eshitmayapman. Jinursin! Oh, yo'q, men yutqazdim. Nima? Bra. Qanday rasvo. Sizlar hozir yerda turibsizlar. Men esa qora materialli bombani yer yadrosiga qo'yganman. Agar sizlar tirik qolsangiz, men sizlarga albatta $100,000 beraman. Nima? Tushunarli, buni iloji yo'q. Buni iloji bor, lekin sizlarni o'lib ketishingiz 99% ga yaqin. Men hozirdan tushib ketdim. Sen tushib ketdingmi? Yerni ichi bunaqaligini bilmagandim. Cheller, qoch, seni tagingda turibdi u. Mayli Cheller, hozir bomba portlaydi. Qani qora tuynikdan so'rab ko'rchi, seni u yutib yuborarmikan yoki yo'qmi? Iltimos, yetarli. Va nihoyat bu ajoyib dunyoni qora tuynik yutib yubordi. Bu super yangi bomba va uning kuchi 1 milliard TNTdan ko'proq. Bilaman, yutqizasizlar. Agar yutsangiz, men sizlarga $100,000 beraman. Bizga hech bo'lmasa 2 daqiqa ber. Menda reja bor. Boshqa sayyoraga jo'natsang ham ular baribir ham yutqizadi. Men ishonaman. Men buni qila olaman. Menda reja bor. Menga kirka beringlar, iltimos. Menga bomba telefon qildi va hamma narsani yo'q qilmoqchi ekan. Nomer bilan adashibdi, kechir. Va mana u. Meni quloqim og'riyapti. 1 milliard TNT va $100,000. Yo'q. Meni qo'llarim terlab ketyapti, Jinursin. Buncha yorqin, men yonayapman.